Ke bolam. Assalomu alaykum tog'a. Ikkita non bering, hali dadam kesalar pulni olib chiqib beraman. Mayli bolam. Ishni boshlaganimga biror bo'lgan bo'lsa, doim vaqtida olib chiqib berasan jonim bolam. Dadangga salom aytgin, xo'pmi? Hozir solib beraman. Ma, dadangni so'rab qo'ying. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, hormanglar. No'g'ay bolam, sizni qadamingizga qutuliq keldi-da. Siz kelganingizdan beri sig'nol yeymiz ey. To'rtta solib bering menga ham. Bo'ldi aka, mana. Bir yo'l 6 ta qilib berdim. Ya, hisobga to'g'ri. Bo'l. Salomat bo'ling. Aytgancha, hozir ketgan bolasini taniysizmi? Ha, taniyman, qo'shnim bo'ladi. Tezlikmi? 3-4 safardan beri non oladi. Dadam ishdan kelsa olib chiqib beraman deydi. Rosa insofli odamning o'g'li ekan. Kechirasiz, meni qo'shnim bo'ladi-da. 3 yil bo'lgan u odamni otasi o'tib ketganiga. Tinchlikmi, nima hayron bo'lyapsiz? Yo, pulini berishmayaptimi? Yo'q, tinchlik. Mayli aka, sog' bo'ling. Ke o'g'lim? Assalomu alaykum tog'a. Ikkita non bering, dadam ishdan kesalar pulni olib chiqib beraman. Bo'ldi bolam. Non sandan aylansin. Bitta narsa so'rasam, xafa bo'lmaysanmi? Dadang olamdan o'tgan ekan. Nimaga shuni menga aytmading? Men ham yordam qilardim, qo'limdan kelganicha sizlarning oilalaringga. Dadam o'tib ketganlardan keyin ayamga so'ch kelmasin deb hammaga shuna deyman. Mashalloh. Tarbiya bergan otingga rahmat. Bu voqeani eshitganimizdek ko'rsata oldikmi, bilmadim, lekin otasini tarbiyasiga qoyil qoldik.